deydi, aholi daromadini oshirish, o'sha ishsizlarni o'zini band qildirish, xizmat faoliyatini shug'ullanish bo'yicha bir qancha topshiriqlar berilgan. Bizning bankning bu yerda roli asosan shu moliyaviy qo'llab-quvvatlash, moliyaviy qo'llab-quvvatlashdan qanday bir qancha kredit turlarimiz mavjud, o'sha kreditlarni fuqarolarga ajratish. O'sha birinchi navbatda o'sha biznesga ko'mak kreditimiz bor, 12 million so'mgacha ajratiladi. Bu kredit turimiz 4 yilgacha muddatgacha ajratiladi. 6 oy imtiyoz davri bor, 6 oy imtiyoz davri foiz to'lab boriladi. Undan keyin asosiy qismi foiz to'lab boriladi. Undan keyin mahalla loyihasi kredit mahsulotimiz bor. Bu 5 yil muddatga ajratiladi, 2 yilgacha imtiyoz davri bor. Ya'ni o'sha imtiyoz davri faqat foiz to'lanadi. Undan keyin asosiy qismi to'lab boriladi. Masalan, kimdir nima deydi, o'sha tikuvchilik qilmoqchi uyida, masalan, o'sha o'qigan, ozgina qo'lidan tikuvchilik keladi, masalan, uyda nima deydi, ro'zg'ordan ortadigan vaqti bo'ladi. O'sha atrofdagi nima ko'p, xonadonlar ko'p, o'shalarni ehtiyoji bor, o'shalarga nimadir tikib berib, daromad olish istagi bor. O'shalarning tikuv mashinkasi sotib olish uchun aynan 17 million so'm, 17 million so'mgacha olish mumkin. Bitta tikuv mashinkasi o'sha zamonaviylari chiqqan 3 million so'mdan boshlanadi. O'sha tikuvchilik mashinkasini olib, bir so'm o'sha o'ziga nima deydi, material olib tikuvchilikni boshlasa bo'ladi, yetadi. Masalan, oddiy misol uchun bitta kuniga bitta ikkita ko'ylak tikish imkoniyati mavjud. Keyin faoliyatini kengaytirib, yoniga o'sha qo'shni qizlarni yoki boshqalarni o'rgatib, faoliyatini kengaytirib borsa bo'ladi. Endi nima deydi, shu orqali daromadini oshirib borsa bo'ladi demoqchiman-da. Bundan tashqari ham ko'p, masalan, kimdir uyda masalan pichon deymiz, o'sha pishirib o'zini faoliyatini yo'lga qo'ymoqchi bo'ladi, lekin ozgina mablag' zarurat bo'ladi. Nima deydi, o'sha pechka olishga yoki bo'lmasa boshqa narsalarni olishga mablag' kerak bo'ladi. Shularga kredit ajratib beramiz. Bundan tashqari 312-sonli qarorimiz bor, prezidentimiz qarorlari. Bu bo'yicha 100 million so'mgacha kafillik, o'sha nima deydi, garovsiz ajratiladi. 100 milliondan oshgan qismiga garov talab qilinadi. Buni bu narsasi kamida o'sha bir yil faoliyat ko'rsatgan bo'lishi kerak. Bir yil faoliyat ko'rsatgan o'sha yuridik shaxslarga faoliyatdan kelib chiqib, kredit tarifi ijobiy bo'lsa, ularga ham kredit ajratib beramiz. Bular ko'chirish yo'li bilan ajratiladi. Yana aytgan o'sha biznesga ko'mak yoki bo'lmasa mahalla loyihasi kreditlarimiz plastik kartochkaga tushirib beriladi. O'sha fuqaroning o'zi plastik kartochkasiga tushirib beriladi. O'zi borib xohlagan joydan mahsulotini olish mumkin. Endi bu faoliyatlarni kengaytirgandan keyin 312-sonli qaror bo'yicha o'zlari o'sha nima deydi, ta'minotchini qilib topadi, xohlagan joylaridan o'shalardan sotib olish imkoniyati mavjud.